Assalomu alaykum. Hurmatli seminar ishtirokchilari, men Qashqaboyeva Cho'lpon To'lqinova, qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori, katta ilmiy xodim. Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida sholi yetishtirish agrotexnologiyalari va mexanizatsiya laboratoriyasida mudir vazifasida ishlab kelmoqdaman. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti 1974-yildan beri olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirib, hozirgi kunda muttasil sholi yetishtirishning tuproq xususiyatlariga va dog' hosildorligiga ta'siri bo'yicha loyiha doirasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Bu 74-yildan beri olib borilayotgan tajribamizda 5 ta variantdan iborat bo'lib, 5 ta varianti, birinchisi nazorat, hech qanaqa o'g'itsiz. Ikkinchi variantimiz 2 yilda bir marta 40 tonna o'g'it solinadigan variantimiz. Uchinchi variantimiz esa o'rta pishar sholi navlari uchun mo'ljallangan azotli o'g'itlar 150 kiloda oziqlantirish me'yorlari bo'yicha olib boriladi. 4 va 5 variantlarimiz kuzda sholini o'lib bo'lgandan keyin oraliq ekinlar ekish va ko'k o'g'it sifatida, sidratsiya sifatida yerga qayta haydashdan iborat. Mana o'zingizlar ko'rib turganinglardek, Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan yangi sholi navlarini yetishtirish agrotexnologiyani ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Bunda asosan yangi mana yaratilgan navlarimizni ekish muddatlari, me'yorlari va azotli o'g'itlarni oziqlantirish me'yorlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Hozirgi kunda mana resursli jamkor intensiv texnologiyalar asosida yetishtirishni qo'llagan holda shol yetishtirilyapti. Bunda suv tejovchi texnologiyalardan qo'llanilyapti. Sholini ekish muddatlarini ertaroq boshlaganimiz sababli iqlim o'zgarishiga moslashtirib, kapsulalash orqali ham shol urug'lariga ishlov berilyapti. Bundan tashqari shol urug'lariga biopreparatlar bilan ishlov berilib, kapsulalangan holda ekilib va o'suv davri mobaynida bargidan 2 marta biopreparatlar bilan oziqlantirish hisobiga mineral o'g'itlarni 30% gacha iqtisod qilish ishlari ham olib borilyapti. Muttasil shol yetishtirish tajribalarimiz esa oraliq ekinlar ekib ko'k massa sifatida yerda o'zida 18-20 tonnagacha ko'k o'g'it qolishi hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlarimizda olib borilyapti. Bundan tashqari atmosferaning iflosligini inobatga oladigan bo'lsak, shu oraliq ekinlar hisobiga oraliq ekinlar o'sib rivojlanish davri mobaynida atmosferadagi chang yutib qolish qobiliyatlari bo'yicha ham ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari shu institutda yaratilgan yangi sholini erta pishar, o'rta pishar, kech pishar navlari bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Hozirgi kunda Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan mahalliy navlar, xalqaro navlar Toshkent viloyatining o'tloq botqoq tuproqlari sharoitida hamda Xorazmda kam sho'rlangan, o'rtacha sho'rlangan tuproq sharoitlarida ham kapsulalab ekib, urug' unumchaligini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti.